Ba'zan chizilgan qahramonlar tirik insonlardan ko'ra ko'proq haqiqatlarni gapiradi. Salom, ko'rayotganingiz G'arb va Sharq animatsiya olami haqidagi haftalik yangiliklar. Ismim Qariyam Hurmatoy, bizda 3-son. Pixar'dan yana bir mo'jiza, yangi animatsion film Elio bilan tanishing. Film tasavvuri kuchli, fazoga qiziqadigan 11 yoshli Elio ismli bola haqida. Kutilmaganda u Communiverse deb nomlangan galaktikalar aro tashkilotga tushib qoladi. Begona mavjudotlar uni noto'g'ri tarzda Yerning elchisi deb o'ylashadi. Shundan so'ng Elio turli sayyoralardagi g'aroyib mavjudotlar bilan do'stlashishga va o'z sayyorasining elchisi sifatida o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Bu sarguzasht unga haqiqiy do'stlik, jasorat va o'zligini anglash yo'lida saboq beradi. Multfilm rejissyorlari Madelina Sharafyan va Domi Shi. Premyera sanasi Amerika teatrlarida 2025-yil 20-iyun deb belgilangan. Ko'pchilikning sevimli multfilmiga aylanib ulgurgan Hayvonlar shahrining ikkinchi qismi allaqachon chiqdi. Ko'rdingizmi? Disneyning 2016-yilda chiqqan Zootopia animatsion filmi katta muvaffaqiyat qozongandan so'ng Zootopia 2 ham ishlandi. Filmda Zootopia shahrining ilgari ko'rilmagan joylari, botqoqliklar, cho'llar va boshqa hududlar o'rganiladi. Bu yangi joylar va personajlar orqali film tomoshabinlarga yangi sarguzashtlar va tajribalar taqdim etadi. Premyera 2025-yil 26-noyabr sanasida AQSh kinoteatrlarida namoyish etilishi rejalashtirilgan. Qozog'istonlik animatorlar esa Aldar va Kose nomli yangi animatsion film namoyish qilmoqchi. Aldar va Kose Qozog'istonlik animatsion studiya tomonidan ishlab chiqarilayotgan yangi animatsion film bo'lib, 2025-yilda chiqarilishi rejalashtirilgan. Filmda xalq ertaklariga asoslangan hikoya taqdim etiladi. U bir necha tillarda dublyaj qilinadi va inglizcha subtitrlar bilan taqdim etilishi rejalashtirilgan. O'zbekistonlik animatorlar ham yangi multfilmlar ustida ish olib borishmoqda. O'zbekistonlik animatorlar tomonidan yaratilgan Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat va Tomaris nomli animatsion filmlar Hindistonda bo'lib o'tgan xalqaro kinofestivalda For Distinction mukofotiga sazovor bo'ldi. Ushbu filmlar 3D texnologiyalar yordamida Astir animatsion studiyasi tomonidan Abdulatif Haydarov rahbarligida suratga olingan. Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat filmi qadimiy Xiva shahri tarixiga, Tomaris esa afsonaviy shaxs Tomarisga bag'ishlangan. Ushbu animatsion studiya tez kunda yana bir katta tarixiy loyihani taqdim etishni rejalashtirmoqda. Gap shundaki, parallel ravishda yiliga ko'plab loyihalar ustida ishlaydigan Astir animatsion studiyasi ijodkorlari Buyuk bobolarim bolaligi turkumidagi ko'p qismli animatsion filmni yaratishmoqda. Bu filmlarda buyuk bobolarimiz Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Yusuf Xos-Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Beg'zod, Bobur Mirzolarning bolaligi, hayoti va o'sha davr muhiti tasvirlanadi. Hozircha filmlar ichidan Ahmad al-Farg'oniy premyera qilinish arafasida. Har safar yerni o'lchab yotmaslik uchun bir uskuna ixtiro qildim. Ahmad, yosh bolaga o'xshab suv o'ynab o'tiribsanmi? Yerdaga mirshab bilan kelaman. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy xabarlarimiz edi. Farzandingiz nima ko'rayotganini bilib turing. Chunki u nimani tomosha qilayotganini bilmasangiz, uni kim tarbiya qilayotganini ham bilmaysiz. Sababi bitta multfilm 1000 so'zli dars o'rnini bosishi mumkin.